Kichik sport avtomobili cho'l yo'lidan ketmoqda. Ortidan chang to'zon ko'tarilmoqda. Haydovchi yaxshi kiyingan. Ko'zoynagini tuzatib, oynadan o'ziga razm soladi. Axir sentabr oyidagi eng muvaffaqiyatli 9-Gollivud filmi prodyuseri bo'lish yomonmi? Mashina kutilmaganda to'xtaydi. Oldida cho'l bag'ridagi yolg'iz bir necha binolar bor edi. Prodyuser mashinadan tushadi. Eski aerodromga o'xshash joyni kuzatadi. Yoriq beton, chang bosgan bino, atrof esa behisob cho'l. Zo'r joy ekan, deya hayratini yashira olmaydi. Bu joy yangi film uchun ayni muddao. Cho'lda joylashgan aerodromda ishlovchi mexanik va qidiruvdagi ayol ovchining muhabbati haqidagi klassik hikoya. Faqat bu joyni taklif qilgan odam qani? U cho'l haqidagi hujjatli film haqida gapirgan edi, lekin bu joyning kino uchun mosligini hali anglamagan ko'rinadi. Prodyuser atrofga qarab baqiradi. "Hey!" deb baqiradi prodyuser, ammo javob faqat cho'l shabadasi bo'ladi. U ko'zoynagini olib atrofga qaraydi. Angarning eshiklari yarim ochiq. Ehtimol u yerda kimdir bor deb ichkariga kiradi va to'xtab qoladi. U ichkariga kirib hayratda qoladi. Bu joy telefon orqali tasvirlanadigandan ham a'lo ekan. Katta va bo'm-bo'sh angar. U yerda butun sahnani qurish mumkin. Hatto butun filmni shu yerda suratga olish ham. Bu esa Gollivuddagi studiya ijarasiga pul to'lamaslik degani. "O'zingni tabrikla, Daho", deb o'ylaydi u. Film muvaffaqiyatsiz chiqsam foyda qiladi. Lekin hanuz uni chaqirgan odam yo'q edi. U kim bilan gaplashayotganini bilmaydimi? Bu odam mashhur prodyuser-ku. U qayerdagi cho'ldagi aeroport xo'jayinini kutib o'tirmaydi. U ketmoqchi bo'ladi. Ammo u orqasiga burilganda angar eshiklari sharaqlab yopiladi. Bu hazilmi? U eshiklar oldiga borib, urib ochmoqchi bo'ladi, lekin ular qimirlamaydi. "Hey, men bu yerda qamalib qoldimmi? Nima gap o'zi bu yerda?" deya baqiradi prodyuser. Ammo javob yo'q. "Nima bo'lyapti o'zi bu joyda?" Prodyuser xavotirga tusha boshlaydi. Bu qandaydir tuzoq emasmi? Uni tunashmoqchimi? Mashinasini olib qo'yishsa-ya? Ha, mayli, bu unchalik yomon emas. Baribir 9 oylik krediti to'lanmagan. Ammo havo juda issiq. Tashqarida ham issiq edi, lekin angarda undan battar. Cho'l havosi quruq bo'ladi degan odam tentak. Bu yerda havo nam va dim. U yoqasini bo'shatib salqinlanmoqchi bo'ladi. "Bas, yetar. Meni bu yerdan chiqarib yubor. Aks holda bu senga muammo bo'ladi", deydi u. Shunda orqadan tovush eshitiladi. Ya'ni angarning qorong'u qismidan. Prodyuser o'zini xotirjam tutishga harakat qiladi. U bukilib, go'yoki oyoq kiyimini bog'layotgandek qiladi va to'pig'idagi maxfiy to'pponchasini chiqaradi. U o'rnidan turib, tezda orqasiga buriladi va qurolni to'g'rilaydi. Ammo qorong'ulikda hech kimni ko'rmaydi. "Bu oxirgi ogohlantirishim. Hazilishayotganim yo'q", deb ogohlantiradi u. G'alati tovush yana eshitiladi. Past, g'uvillagan gumburlash. Prodyuser oldinga qarab gandraklaydi. "Nima bo'ldi?" Yer xuddi to'lqindek harakatlanib uni oldinga itargandek tuyuladi. Yana va yana. Prodyuser "Nima bo'lyapti bu yerda?" deb qichqiradi. Gumburlash kuchaymoqda va yer hali ham uni sudramoqda. Go'yo qattiq yer ustida harakatlanayotgan bir to'lqin. Bu zilzilami? U yiqilib tushadi. Hali ham sudralmoqda. Tobora yaqinroqqa. U dahshatli g'uvillab o'qiyotgan tovush chiqayotgan tomon bormoqda. U o'rnidan turmoqchi bo'ladi, lekin iloji yo'q. Yer juda kuchli silkinmoqda. Emaklab qochishga urinadi, ammo har safar sirg'anib halokatga tomon yaqinlashadi. Endi tovush qulog'ini teshadigan darajaga yetadi. U nimani ko'rmoqda? U qichqiradi va o'sha narsaga qarata o'q uzadi. Otishmalar chog'ida miltiq chaqnashlarida u nihoyat uni ko'radi. Oldida ochilib turgan ulkan og'iz, ichida esa qarsillab aylanuvchi, ezuvchi tishlar bilan to'la bir dahshatli maxluq. Bu prodyuser qanchalik baxtsiz, chunki bu joy, bu cho'l o'rtasidagi binoni u juda kech anglab yetdi. Bu uning filmi uchun izlagan joy emas, balki hayotining so'nggi manzili edi. Ehtimol siz allaqachon tushungan bo'lsangiz kerak. Bu noma'lum bino aslida oddiy bino emas. Bu SCP-1051 nomi bilan tanilgan maxfiy obyektdir. SCP-1051 bu aslida tirik organizm binoga o'xshagan. Odamlarni o'ziga tortib yutadigan,
yolg'iz tashqi ko'rinishiga ega xavfli bir mavjudotdir. Bu jonzotning tashqi ko'rinishi samolyot angariga o'xshaydi va u juda katta, taxminan 700 ga 500, balandligi esa 60 metr o'lchamda. U harakatsiz, lekin o'ljasini o'ziga jalb qilish uchun sotsiologik va psixologik usullardan foydalanadigan yirtqichdir. SCP-1051 o'ljani jalb qilish uchun turli usullardan foydalanadi. Asosiy usuli esa ommaviy madaniyat orqali yolg'on g'oyalarni tarqatishdir. U sun'iy yo'ldoshlar orqali televizion signallar, suratlar va boshqa media vositalarini uzatishga harakat qiladi va buning 25% hollarda muvaffaqiyatli bo'lganligi aniqlangan. SCP-1051 yuboradigan xabarlar odatda fitna nazariyalari turkumiga kiradi. U turli fitnaga oid veb-saytlarda ma'lumotlar yuklab, bu yerda uchuvchi likopchalar turganini, bu joyni chet elliklar bilan aloqa markazi sifatida ishlaganini, maxfiy qurollar, ob-havo boshqaruvi, teleportatsiya va boshqa imkonsiz texnologiyalar bu yerda sinovdan o'tkazilayotganligi haqida mish-mishlar tarqatadi. Shuningdek, SCP-1051 bu joy AQShning Shadow Government'ga qarashli maxfiy baza ekanini targ'ib qilishga ham uringan. SCP-1051 bir necha bor Gollivudddagi kino studiyalariga va ommaviy axborot vositalariga qo'ng'iroq qilib, o'zi haqidagi ma'lumotlarni keng tarqatishga uringan. Eng xavflisi, u hatto o'zini AQSh harbiy razvedkasi rasmiysi deb tanishtirib, SCP-1051 joylashgan hudud haqida ma'lumot tarqatishni buyurgan. SCP-1051 o'z joylashuvini odamlar orasida mashhur qilishga urinish orqali ularni o'ziga jalb qilib, so'ng ularni yutib yuboradi. Bu jonzotning biologik tuzilishi bunday tuzoq uchun ayni muddao. Uning tili asfalt yo'lga o'xshaydi va bu to'g'ridan to'g'ri og'iz rolini o'ynaydigan angar eshiklariga olib boradi. Bu eshik ortida esa haqiqiy angar emas, balki o'lja maydalaydigan ko'zak joylashgan. Keyingi qism organizmning oshqozoni. Bu yerda o'lja butunlay parchalanib, oziqa moddalarga ajralib olinadi. Hazm bo'lmaydigan chiqindilar esa chiqarib yuboriladi. Uning miyasi taxminan ana shu oziqalar yo'naltiradigan hududda joylashgan. Binoning yon tomonlarida antennaga o'xshash tuzilmalar bor bo'lib, ularning yer ostida davom etuvchi qismlari SCP-1051 ga turli signal, televizor, radio va boshqa media orqali uzatish imkonini beradi. SCP-1051 1947-yilda AQShning janubiy-g'arbiy cho'lida Roswell shahri yaqinida tuxumsimon tuzilma qulab tushganligi haqida xabar berilgach topilgan. AQSh harbiy havo kuchlari bu g'alati obyektni egallab olib, uni kuzatish va o'rganish uchun Nevadaga ko'chirgan. Dastlab olimlar bu meteorit deb o'ylashgan, lekin obyekt ichi bo'sh bo'lib, noma'lum suyuqlikka to'la ekanligi aniqlangan. Eng hayratlanarlisi, suyuqlik ichida harakatlanayotgan nimadir bor edi. Yillar davomida u o'rganilgan, biroq bir kuni obyekt tuxumdan chiqqandek yorilib ketadi. Bir kechasi serjant Berson va ikki olim, Dr. James hamda Dr. Gold odatdagi ishlarini qilayotgan paytda ular g'alati tovush eshitishadi. Tuxum tashqi qobig'ida yoriq paydo bo'ladi va taxminan 5 daqiqa ichida ichkaridan nimadir chiqib keladi. Tuxum ichidan begona jonzot chiqib kela boshlaganida uchala odam qochishga harakat qiladi. Ammo uzun cho'ziluvchan panjaga o'xshagan bir narsaning qo'li Dr. Jamesni tutib olib, uni o'z tanasiga tortadi va so'rishga o'xshab yutib yuboradi. Serjant Berson va Dr. Gold angardan chiqib qochishga muvaffaq bo'lishadi va yordam chaqirish signalini yuborishadi. Bu signalda begona jonzot hujumi haqida ma'lumot bor edi. Aynan shu signal obyektni SCP boshqarmasi e'tiboriga tushiradi. Yordam signalini yuborayotgan vaqtda Dr. Gold serjantning yelkasiga tegib, tuxumsimon obyekt joylashgan angarni ko'rsatadi. Ularning ko'z oldida angar devorlari shishib, ichkaridan nimadir bosib turgandek bo'ladi. So'ng angar butunlay qulab tushadi va jonzot vayronalar ichida tipirchilab harakatlanadi. Ammo to'satdan jonzot atrofida yangi qobiq shakllana boshlaydi. U o'sib kelayotib, o'zgarib, oxirida avvalgi angarga juda o'xshash shaklga kiradi. Ko'p o'tmay, SCP boshqarmasi agentlari voqea joyiga yetib kelib, nazoratni o'z qo'liga olishadi. Tez orada ular bu binoga o'xshash jonzot aslida mutlaqo harakatsiz emasligini aniqlashadi. U tuxumdan chiqqan va samolyot angariga o'xshash shaklni olgan. Bu begona jonzot endi o'z tuxumlarini chiqarib tashlay boshlagan edi.
Ba'zida bu bino osmonga qarab tuxumlarni otadi. Ularning ayrimlari SCP boshqarmasi tomonidan ushlanib, qaytarib olinadi, lekin ba'zilari yer atmosferasidan chiqib ketadi va ularni qaytarib olishning imkoni bo'lmaydi. Tez orada angardan radio signallar chiqayotgani aniqlangan. Boshqarma yaqiniga kichik radio qurilmasi o'rnatildi. Bu qurilma orqali ular jonzot bilan ikki tomonlama aloqa o'rnatishi mumkin edi. Endilikda bu jonzot SCP-1051 deb nomlanadi. Obyekt ustida tadqiqot olib borilayotgan doktor Richarddan signal chastotasi aniqlab jonzotga murojaat qilinadi. U eshityapsanmi deb so'raganida jonzot "Ber" deb javob beradi. Doktor nimani beray deb so'raganida SCP-1051 "Oziq kerak, ovqat olib kel" deb javob beradi. Doktor Richardson unga ovqat bermaslikni aytgach, jonzot zudlik bilan yangi radio signal yuboradi va unda quyidagilar yozilgan edi. Area 51 hozirda SCP boshqarmasi tomonidan boshqarilmoqda. Bu soyadagi hukumat tashkiloti ushbu joyni SCP-1051 deb belgiladi. Agentlar orasida doktor Richardson ham bor. U SCP-1051 bilan aloqani to'xtatib, uni tinchlantirish va tashqariga signallarni tarqatishni to'xtatish umidida ichkariga bir D toifasidagi mahbusni yuborishni buyurdi. Bu signaldan so'ng nega signallar yuborilayotganini so'ralganda SCP-1051 shunday deydi: "Bu odamlarning qiziqishini uyg'otmoqchi bo'lgan. Ya'ni u o'zi haqida turli fitna nazariyalarini tarqatib, odamlarni bu joyni tekshirishga jalb qiladi. Qiziqsinib kelgan odamlar esa angarga kirgan zahoti uning o'ljasiga aylanishadi. U shuningdek osmonga otilgan tuxumlar uning bolalari ekanligini tushuntiradi va ba'zilarining SCP boshqarmasi tomonidan ushlangani uni g'azablantirganligini aytadi. Ammo savol tug'iladi: bu fitna nazariyasi qayerdan chiqqan? SCP-1051 odamlar madaniyatini, xususan 1940-yillardagi ilmiy fantastik romanlar va filmlar ommalashayotganini o'rganib chiqdimi? Doktor Richardson esa bu borada boshqa yana chuqurroq sir yashiringaniga shubha qilardi. Keyin doktor Richardson havo kuchlari olimi doktor Gold bilan suhbatlashadi. Undan SCP-1051 ning birinchi qurboni doktor James haqida so'raydi. Doktor Gold uni ishga haddan tashqari berilgan va shaxsiy hayotida ham ilmiy fantastik filmlar, ayniqsa begona sayyoraliklar va UFOlar haqidagi mavzularga qiziqqan odam sifatida tasvirlaydi. Doktor James davlatni begona mavjudotlar allaqachon qo'liga kiritgan deb ishongan. U meteor shaklidagi tuxumga o'xshash obyektdagi tadqiqotlari esa bu fikrni yanada mustahkamlaydi. Shunda doktor Richardson shunday xulosa qiladi: ehtimol SCP-1051 doktor Jamesni iste'mol qilgach, uning bilimlari va obsessiyalarini o'zlashtirgan va endi o'sha bilimlardan yangi qurbonlarni aldash va o'ziga jalb qilish uchun foydalanmoqda. Doktor Richardson SCP-1051 bilan bo'lgan birinchi suhbatini yozib olib, doktor Goldga eshittiradi. U yerda obyekt "ovqat olib kel" degan edi. Eshitgan ovoz esa aynan doktor Jamesning ovozi edi. Bugungi kunda SCP-1051 hanuzgacha Nevada cho'lida joylashgan bo'lib, uning atrofini AQSh havo kuchlariga o'xshash forma kiygan kamida 20 nafar SCP boshqarmasi xodimlari doimiy nazorat qiladi. SCP-1051 hududiga yaqinlashgan begonalarga qarata o'q otishga ruxsat berilgan. Ammo bu o'ldirish maqsadida emas, balki ularni qo'rqitish, haydash uchun qilinadi. Agar kimdir SCP-1051 ga 1 kilometrgacha yaqinlashsa, u darhol qo'lga olinib, klass A darajasidagi xotira o'chiruvchi modda amnestik beriladi. SCP-1051 ning asosiy xavfi yolg'on ma'lumot tarqatish qobiliyatidir. Shu bois SCP boshqarmasining asosiy vazifasi uning radio va media uzatmalarini to'xtatishdir. Fuqarolar orasida SCP-1051 haqida mish-mishlar yoki savollar paydo bo'lsa, agentlar uni rad etib va kulgili deb ko'rsatishlari kerak. Agar kimdir odatiy mish-mishlardan tashqari ma'lumotga ega bo'lsa, unga ham klass A amnestik qo'llaniladi. SCP-1051 joylashgan hududdagi sun'iy yo'ldoshlar uzatmalarda har qanday aralashuv kuzatilsa, darhol chora ko'riladi. Shuningdek, binodan 10 kilometr radiusda aniqlanmagan antennalar aniqlansa, ular yo'q qilinadi yoki Faraday qafasiga o'raladi. Harakatlana olmasa-da, ko'payish qobiliyatini va yolg'on axborot tarqatishda davom etayotganligi sababli SCP-1051 Euclid toifasiga kiritilgan. Uning kelib chiqishi va biologiyasi ustida tadqiqotlar davom etmoqda. Endi borib, doktor Bobning boshqa fayllaridan birini tomosha qiling.
Biz ungacha yanada qiziqarliroq SCP'lardan birini topib siz bilan bo'lishamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.